Bolajonlarda qozonda mana umuman go'sht degan narsa yo'q. Go'sht bormi yo'qmi qozonlarda? Nimalarida? Go'sht yo'qmi? Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida joylashgan 11-sonli davlat bog'chasida bolalarga go'shtsiz ovqat berilayotgani aytilmoqda. Kun.uz ixtiyoriga ana shunday iddao bitilgan video kelib tushdi. Video muallifi bolalar ovqatlanib o'tirgan xonaga kirib, ularning kosalarini ham tasvirga olgan va bolajonlarning ovqatida go'sht degan narsa yo'q degan. Murojaatchi bolalar xonasida bir ayol bilan gaplashgan. U ham 2 va 5 may kunlari go'shtsiz ovqat qilinganini tasdiqlagan. Ayol bog'cha tarbiyalanuvchilari soni 194 nafar ekanini aytgan. Murojaatchi shuningdek, bog'chaga tarkib jihatdan sigir sutidan olinmagan sariyog' olib kelinganini ham da'vo qilmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Kun.uz so'roviga javoban holat o'rganilayotganini, qo'shimcha axborot berilishini ma'lum qildi. Voqeani bolalar ombudsmani ham tekshirmoqda.